Assalomu alaykum. Izzatli va qimmatli bo'lgan meni obunachilarim. Mana bugun men shu yana ikkinchi qismni boshladim chiqarishdi. Mana hozir O'zbekistonda mana bizda Beeline bilan mana Ucell kompaniyalar nihoyatda ko'tarilib ketdi. Xalqqa juda qiyinroq bo'lyapti. Mana O'zbekiston Respublika Prezidenti Shavkat Mirziyoyev siz ko'ryapsiz buni. Xudo xolasa bular narxini tushirish kerak deb o'ylardim men. Lekin o'tgan safarga gapimda aytib chiqdim, lekin bular tushmadi narxini. Bular ko'targan aholiga qiyinroq bo'lyapti. Shu narsani men gapirib o'tyapman. Endi buni aytmasam bo'lmaydi. Haligi bir qo'shiq bordi. O'sha qo'shiq eski tushib qoldi-da hozir. O'sha biz O'zbekistonda bir 15 yildan yog'ida 15-20 yil bo'lib qoldi bu narsaga. MTS degan kompaniya bo'lardi. Hamma biladi buni. O'zbekistonda MTS degan kompaniya bo'lardi. Shunga aytilgan bir qo'shiq bor. O'sha esimga kelib qoldi, o'shani aytib beraman-da, so'zlarini. Nima desam bo'ladi? O'sha MTSda aytilgan har yurakda bor ekan bu dardu alam, yuragimni ezib ketdi Beeline va Ucell deb aytilyapti-da. O'sha MTS battar bo'l deydi. Xuddi o'sha battar bo'lyapmiz-da hozir. Mana narx ko'tarib qo'ygan, Svyaz talabga javob bermaydi. Internetni mana ishlatib, megabaytni ishlatsangiz, bitta joyda aynalib yotaveradi, u ketmaydi hech qayoqqa. Shuning uchun men aytardimki, nimaga? Aholimizni aytaman, aholidan so'rayman, men o'zimni obunachilarim, meni kuzatib turgan insonlar o'sha O'zbekistonda, mana hozir men kecha kuni aytdim o'sha bu gapni 25 million aholi meni kuzatyapti. Meni ko'rishib turibdi. Buni nazorat qilishyapti hamma. Men shuni aytyapmanki, o'sha Beeline va Ucell oxiri MTS bo'lib qolmasa bo'ldi. O kompaniyada o'tirganlar, buni narxini pasaytiringlar. Xalqni zo'r qiynab yubormanglar. Bu xalq qiynaganingiz bilan bu boy bo'lib ketmaysiz. Qaysi davlatniki bo'lsa chiqib ketinglar. O'zbekistonda bu O'zbek mamlakati. O'zbek mamlakatining o'zini kompaniyalari bormi, yo'qmi? O'zbekistonda mana shunaqa o'zimizga kompaniya ochishimiz kerak. Mana O'zbekistonda mustaqillik bo'lganiga mana 36 yil bo'lyapti bo'lsa, 35-36 yil bo'lyapti. Shuning ichida O'zbekiston mana kompaniyalarini ko'rmayapmiz-da. O'zbekiston kompaniyasi bo'lsa, mana Beeline, Ucell deb kelyapti. Bular Rossiyaniki kecha bittasi yozyapti kommentariyada. Bu Amerikaniki, Amerikaga 100 dollar, 1000 dollar olib borish kerak. Bizga unaqasi kerak emas. Bizga unaqa kompaniyaning keragi yo'q. Mana kecha kuni men tarmoqda mana 3-da uzishmadi bular. Men kecha o'sha 5-da menakini uzishdi. Men teshkirib turibman, nazorat qilyapman-da bularni. Men bularga soобщение yozib ham ko'rdim, aytdim. Dedim, tushunasam ular menga yozishdi. Biz dedi ko'ryapmiz, buni ko'rib chiqyapmiz. Ko'rib chiqmaysan, sen narxini ko'tarasan xolos. Xalqni ezish, xalqni dardini eshitmaslik bo'lyapti sizlarda. Endi men nima deyman buni? Bu insof bermasa qiyin ekan. Bularga insof berish kerak. Bularga insof bermasa qiyin ekan. Rossiyaniki bo'lsa o'sha Putinni orqasidan olib ketdi o'sha yoqqa. Bizga bunaqa Putinni parakanda degan telekanallari, o'sha telekanallari-yu Putinni bu mobil bunaqa tarmoqlari kerak emas bizga. Biz o'zimizni O'zbekistonda o'sha prezidenti bor. Shavkat Mirziyoyev mana o'zi qiladi bu narsalarni. Hozir men chiqaryapman, yetkazyapman. Bu O'zbekiston o'ziga O'zbekiston degan kompaniyalar chiqarish kerak. Bu qadar yo'q. Rusni paragandasi, Rusni ahmoqlik uchun chiqargan bu tariflarda kompaniyalar. Bizga unaqa rus kerak emas. Bizga O'zbekistonniki yetadi. Men shu O'zbekiston Respublikasi deputatlari, O'zbekistonda meni ko'rib turgan o'sha senat vakillari, Respublika prokuratorlari bular mashg'ullaninglar. Nimaga? Bular xalqni qiynab, xalqni ezib ketyapti-da. Nimaga siz bunday o'ylab ko'ring-da, qarab turing. Men shu Farg'ona vodiysida turaman.
bitta nonimiz 2000 so'm, bitta kulcha 2000 so'mga boryapti. Mana ko'ryapman men. Bizlarda non nihoyatda arzon bo'lyapti. Lekin bularda kunlik tarif rejasi 2,5 ming so'm ekan. Bular 2,5 mingdan olib tursa, xohlagan narxini qo'yib tursa, bularda mana hozir Yuselda men jiyanimdan so'radim. Qancha to'larding desam 37 ming. Hozir qancha bo'lib desam 52 ming. 15 ming so'm shaqillatyapti bularda. Qiyinda, aholiga qiyinda. Endi bunday o'ylab ko'ringlar-da, insonlar, o'sha kompaniya tarafida o'tirganlar. O'zbek bo'lmasa ham qalay, men sani yurtingda, mana nima qarabdi, sani mamlakatingda biz insonlar bor, rahbar bo'lib o'tirgan yo'q. Bizni joylarga kelib rahbar bo'lib o'tirasan, o'zing mamlakatingga chiqib ket. Yana men bitta narsani aytaman. Eshityapsan o'sha tevada o'tirganlar. Kimlikdan qat'iy nazar. Bizda rus tili yozuvlar yo'qolish kerak. Hamma joyga borsang, doktorlar bitta joyda sayyorsa ruscha yozyapti. Nimaga? O'zbek tili yo'qmi? O'zbekiston bu davlati. O'zbekcha yozish kerak, o'zbekcha o'qish kerak. Mana lotin tilini berdi, lotin tilini yozishimiz kerak. Hamma joyda rusni narsasi ketyapti, rusga. Nima biz rusga qaramizmi? O'sha 1917-yilda sotilib ketganda ba'zi bir o'zbeklarning ichidagi o'zbek emas ular, boshqa insonlar. O'shalar sotilib ruslarga sotib bergan hamma yo'q. O'sha Amir Olimxon, o'sha birinchi Amir Olimxon Qo'qon xoni bo'lgan, Buxoroga xonlikka chiqib olgan. Mana o'sha Xiva xonligi bor, Qo'qon xonligi bor, o'sha Said Amir Umarxonlar o'tirgan davrlar aytamiz. O'sha 17-yili bular O'zbekistondan tog' baland deydi, uzunasiga 200 metr, balandligi 7-8 metrlik kelixon tog' tillolarni olib chiqib ketdi bular deyapti. Nimaga Rossiya davlati boy? Nimaga boy? Biz o'ylaymiz, neft chiqyapti undan. Undan emas, O'zbekistonda puliga boy bo'lib ketgan bular. O'sha paytda olib chiqib ketishib, tillolarimizni olib chiqib ketdi, bular boy bo'lib ketdi. Bu Rossiya davlati. Mana Rossiyaga borib, o'zbeklar borib o'sha qurilishlar qilyapti, boshqalarni qilyapti. O'sha paytda o'zbeklarimiz shu sotilmaganda, to'g'ri inson bo'lganda, shu ichida sotqinlari bo'lmaganda. Hozir men aytaman, o'sha nima desam bo'ladi? O'shalar sotilmaganda, shu tillolar o'zimizda bo'lganda, O'zbekiston boy yashardi. Mana hozir bitta gapda kecha men kommentar o'qib qoldim. Vahob bobo deyapti. O'sha professor odam chiqqan, o'shani dasturini kirgizish kerak O'zbekistonga deyapti. Men uni eshitdim. Mana bloger jurnalistlar olib chiqdi, Vahob bobo deyapti. Vahob akam narsasini olib chiqish kerak. Haqiqatdan-da bu odamni qilyapgan mavzusini olib chiqish kerak. Nimaga? Ne o'shanda ko'p narsa arzon bo'ladi. Xalqqa qiyin bo'lmaydi. Mana Vahob bobo ko'rib turgan bo'lsangiz, men sizga aytyapman. Iloji bo'lsa meni yonimga keling. Men shu o'zimning yurtdoshlarim bor, shuni olib chiqib O'zbekistonga shuni qo'yamiz sizni taraflaringizni. Shundan keyin O'zbekiston davlatida yashash oson bo'ladi. Mana kecha o'sha gapirib o'tirdim. Bizda Farg'onada chang to'zon bo'yicha birinchi ochida turibdi. Osmonda uchayotgan chang to'zon deb aytishadi undamida. Lekin bu chang to'zon, bu oltin gugut bo'lyapti. Bu oltin gugut qayerdan kelyapti deb so'rashingiz mumkin. Men buni do'stlarimiz bor, menga yetkazishyapti bu narsani. O'sha Surxondaryoda Boysunda shu tog'larda chiqib ketayotgan gazlarni shu chiqindisi osmonga chiqib shu shunaqa zaharli moddaga aylanib qolyapti. Biz nima qilishimiz kerak bularda? Men sizga aytaman, hurmatli insonlar, meni obunachilarim, meni kuzatayotgan insonlar, yuzlaringga niqob, o'sha maska taqinglar. Nimaga? Bu xudo olsa ko'p odamni, mana men aytaman 2020-yilda
Mana pandemiyada olib ketdiki, bizni qishloqda men o'zim kuzatdim. Bir kunda o'sha 15 ta 20 ta, undan ham ko'p odam o'tdi-da. Pandemiya o'sha dardalarni olib ketib qoldi. Hozir bunaqa kasalliklar kelyapti, ko'p kelyapti. Kecha kuni bir narsani men guvohi bo'ldim, buni shohidi bo'ldim-da, buni menga shu video zapislarni ko'rsatishdi. O'shani ko'ryapman. Mana bozorlarga boryapsizlar, boshqa joyga boryapsizlar. Iltimos, meni kuzatayotgan insonlar ayirmasdan to'planmanglar, ko'p joyda to'planmanglar. Nimaga? Mutahamlar, haromixo'rlar ko'payib ketdi. Hozir lo'la degan millatlarga, mansublarga gapiraman buni. Qo'liga shprit ushyapti. Shpritda spid degan narsani kasallikni olib kelib urib ketyapti yo'llarda. Men ijtimoiy tarmoqlarda buni kuzatdim. Bu nima desam bo'ladi? Xonadon kelib lo'lalar yuribdi yatta-batta. Uyimizda narsalar yo'qolib qolyapti. Uyda odam bo'lmasa olib chiqib ketib qolyapti. Lekin o'zbek tegmaydi. Buni lo'la millatiga mansublar tegyapti-da buni. Qo'lga ham tushdi bir ikkitasi. Kalta ham edi, boshqa narsa ham bo'ldi. Endi bu o'zining yurtini bular teyini to'g'ri aytaman. Bular o'sha Ispaniya, Portugaliya va Hindistondan qochib kelganlarda bular. Millatining teyini yo'q insonlar. Men bularda gapirib o'tmasam bo'lmasdi, endi gapiryapman. Lo'lalarda uyingizga kelsa haydang. Iloji bo'lsa 102 qilib bularni chaqirib berib yuboringlar. Bular bunaqa ish qilmasin. Temir tushga olyapmiz. Bularni men ko'ryapman, temir tushga O'zbekistonga topshirilgani yo'q. Bu Xitoyga qarab ketyapti, cheris Qirg'iziston. Chegaralarda yo'lini qilib olib chiqishyapti bular. Bular mana Qirg'izistonga olib chiqib berib, Qirg'iziston Xitoyga o'tkazyapti-da, temir tushkalarni. O'zbekistonning boyligini bular yo'qotib boryapti. Biz nima qilishimiz kerak bilasizlarmi? Bu lo'li millatiga mansublarni yo'qotishimiz kerak batda. Bozorlarda boshqa joylarda yursa, bularni haydashimiz kerak. Iloji bo'lsa bularga chora ko'rib qamash kerak hamda. Bularni qilmasak bo'lmaydi. Men shu yurtdoshlarimdan so'rayman, bozorlarga borib bular tilamchilik qilyapti-da. O'shaning uchun tilamchilikda bularga pul berib bo'lmas ekan. Bilsiz, Allohim shu siz bularga o'sha qo'liga 1000 so'm bersangiz, sizdan 10 ming qilib bu nazardan tortib olar ekan. Sababi nimaga? Sababini aytaymi sizlarga? Bu sababi deganim sababi bularda o'sha chiroq susi bor, boshqa narsalari bor-da, men bilaman bularni. Kimligini yaxshi bilaman bularni. O'sha meni bobomiz davrida ham bo'lgan ekanda bular. Unda bo'lmagani keyin kichkina bobomning paytida o'sha 1912-yilda o'sha meni kichkina bobom Oltiariq viloyati bo'lib hokim bo'lgan ekan. O'sha paytda ham shuni gapirib bergan. Shu keladi bular qurut suv sotib kun ko'rgan ekan bular, qochib kelib. Qayerlardadir yashab yurganda bular endi. Bularni endi nima desam bo'ladi sizga? Bularga ham davr keldi endi. Sekin ko'rpasiga arab, oyog'ini uzataxon davr keldi. O'sha yana qo'shiq borda. O'sha eski qo'shiq meni esimga qoldi. Shu negativ qo'shiqchilar bo'lsa, shularda qilib chiqaringlar qo'shiq. Mana qarang. Ana u narx-navolar ko'tarilib ketdi-da. Narx-navolar ko'tarilgani uchun aytayapman men. Bo'lmasa aytmasin, narx-navolar ko'tarilib ketgani uchun o'sha Beeline, Ucell'da shularga qo'shiq qilib chiqinglar. O'sha bir MPS'da o'sha zolotoy nomerlar deyiladi. 7'lilar, 6'lilar o'shalarga aytilgan, o'sha qo'shiqlar esimga kelyapti endi. Bunday o'ylabsam esimga kelyapti o'shalar. Esdan chiqib ketib qolmayapti. Esimga kelib qolyapti. Nima deydi? Har yurakda bor ekan bu dardu alam, yuragimni ezib ketdi MTS degan g'am. Nima deydi? U chiqib battar bo'ldi. Hozir xuddi shuna bo'lyapti-da mana. MTS men yusel ko'tarilib ketdi. Hech kimni to'lagiz kelmayapti. Battar bo'ldi. Kompaniyalar aytayapti-da bizga shunga to'g'ri kelyapti-da. Shuning uchun men so'rayman sizlarga. Yoqmayaptimi bu kompaniya? Chiqinglar xalqim, boshqa tomonga o'tamiz. Boshqa kompaniyalarga o'taylikchi, bular ham ko'tarib ketadigan bo'lsa, lekin bularga chora ko'ramiz. Mana Xumas bor, O'ztelekom deymiz. Bilmayman bularni hali narx-navoz ko'tarilmadimi? Yumes bor, batta.
Endi bilmayman yana qanaqa. Yo, hali deyman, ana kapekali chetda qirg'izda yo boshqa qozoqni kompaniyalarga o'tamizmi deyman. Toshkent iloqalarga Qozog'iston ishlaydi, vodiydalarga Qirg'iziston ishlaydi. Shularda ozon tarafiga o'tib olamizmi deyman. Bo'lmasa telefon ham ishlatmay qo'yamiz. Nimaga? Qiziq, bunqalar ham o'ylab ko'ramiz. Mana endi men bitta narsani o'ylab turibman. Mana bu deyman, Wi-Fi ham 32 ming, men birinchi 99 ming edi, 32 ming bo'ldi, 150 ming bo'ldi. Endi ko'tarahon bo'lsa boshqasi. Endi boshqacha chora ko'ramiz bularga. Tushundinglarmi? Boshqacha chora ko'rmasak bo'lmaydi. Alhamdulillah, Xudoga shukr deyman. Mana hozir mana internetim ishlab turibdi. Kerak basda bular aytmayman. Hali nimasam ular ana 100 ming bellayin. Haq tezvard. Haq tezib tashadi bular. Bular kimlar? Bular yolg'onchi mutahamlar bular. Mana kecha bittasi yozibdi 11:44 ga qiling, bularga chora ko'radi. Bu boshqa qarang. 06:11 ga qilsiz olmayapti-yu, operator band, hozir mutaxassislarimiz javob berolmaydi. Nimaga? Bular yolg'onchi bo'lib qolgan hammasi. Bu yolg'onchilarga biz obuna bo'lmaymiz. Men sizlardan bitta narsani so'rab qolaman, iloji boricha qo'llaridan kelsa, mana obunachilarim. Men ko'pini xafa qilganim yo'q, boshqa haqiqatni gapiryapman. Mana obunachilarim kuzatib turganlar, meni tomosha qilib turganlar, menga like bosinglar, obuna qilinglar. Mana olib chiqyapti shu narsalarni. Ko'p odam ko'radi, ko'p odamga yetib boradi, ko'p odam ko'rish uchun like bosib, obuna qilsalaring ko'p odam ko'rar ekan. Hali yetkazish keraklar. Nimaga siz bu gapni gapirganimni sababi men bellayimman, yusilda ishlamayman, umuman ishlamayman. Men bularga umuman kirmayman, arzon bo'lsa ham kirmayman. Nimaga? Bular o'zi aldashni boshladi. Yolg'onchi kompaniyadan men chiqaman. Obunachilarim, sizlarga ham tavsiya qilaman, boshqa kompaniyalarga o'tinglar deyman. Bular bir MTS degan battar bo'lib qolsin, bir ko'raylik shularda, bir to'yib ketdim, zerikib ketdim bulardan. Naqdi tushirarmikin siz tushirmi? Ko'targani. Mana o'sha prezident administratsiyasi Saida Mirziyoyeva, siz ham ko'rib turgan bo'lsangiz, iltimos shu bellayim bilan shu yusilga bir chora ko'ringlar. Bu narxlarni ko'tarib yubordi-yu hamma yoqqa. Bu xalqni o'ylamayapti-yu, xalq tez boryapti bular hammasi. Men shuni so'radim sizlardan. Mana chang havolarni ham gapirdik, boshqasini ham gapirdik. Endi O'zbekistonda bo'layotgan narsalarni ko'pini ko'rsatib gapirmasak bo'lmaydi. Men iltimos qilaman sizlardan. Obunachilarim, meni kuzatyapti turgan obunachilar. Kommentariyalar yozinglar, men ko'raman sizlarni. Lekin yomon kommentariya yozsa, men ham yomon qilib yozaman haqqasidan. Achishtirib yozaman. Ehtiyot bo'lasizlar yomon yozishga. Bir-birimiz g'ajib olmaylik. Bu 5 kunlik dunyoda bugun bormiz, erta yo'qmiz. Men bitta narsani so'rashadi mendan, bir gapirib qoldi, kecha kuni bolalar gapirib qoldi. Bitta joyda o'tirdik. Aka, dunyoda o'liklar ko'pmi, tiriklar ko'pmi dedi. Dunyoda o'liklar ko'p dedim. Nimaga biz tirikmiz dedim. Biz ham kech payt uxlaganimizdan keyin o'likmiz dedim, tirik bo'lmaymiz dedim. Dunyoda o'liklar ko'p ekan. Tiriklar kam ekan. Shuning uchun men aytamanki, tirik bo'lib yuraylik, ilohim Parvardigorim. Ana ikkovi kompaniyaga insof bersin. Insofni vijdon qilib, vijdonlarini yutib olmay, yig'ajib olmanglar. Ertaga xalq qarg'ishiga qolmanglar. O'sha kompaniyada o'tirganlar. Men yana bitta bir marta aytaman. O'zbekiston deputatlari, O'zbekiston senatlari, Respublika prokuraturalari buni ko'rishlarini so'rayman bu kompaniyalardan. Sizlar surishtirmasangiz bo'lmayapti. Bularni qilmasak bo'lmayapti. Hali juda ko'p videolarim bor meniki. Juda chiqaraqon videolarim bor. Turibdi hammasi. Shuning uchun negativ bo'lib chiqyapmiz-da, iloji yo'q-da. Negativ qilmasangiz, bularni ketini ochmasangiz, bular qo'rqmayapti.
Hech kimdan qo'rqmayapti bular. Iloji boricha aytamanki, to'g'ri ishlasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizi shu YouTube kanalimizni nihoyasiga yetib qoldi ko'rsatuvlarimiz. Yana bir marta aytaman, obuna bo'linglar, layklarni bosinglar. Mana bizning kanalimiz shu Said Amir Rustamxon kanali. Hozir buni sar qilib yozib oldim men, qisqacha joyini Said Amir Rustamxon uchun sar deb yozib oldim. Endi chiqarganimiz shu. Rahmat, o'sha bola chaqalaring baxtlaringga sog' bo'lsin, hammalaringni oilalaringda to'kin sochinli bo'lsin. Uylaringda bog'dek bo'lsin. Uylaringda o'sha tuproqning ichida tillolar ko'p bo'lsin, xalqimiz boy bo'lsin, O'zbekiston yashnab gullasin. O'zbek degan millat iloyim ko'payaversin. O'zbekiston degan davlatni o'sha paytda Amerika ham tan olgan. O'sha Ristofor Kalon ham tan olgan ekanda, shuning uchun mana bizni allomalarimiz, bobolar, buyuklar o'tgan, shuning uchun O'zbekistonni avaylaylik, qadrlaylik, insonlar, o'zbek degan millatman, hurmatda, ehtirom bilan bo'laylik, bir-birimizga yaxshilik qilaylik, bir-birimizga yomon gapirmaylik. Hali achchig'imiz kelib qolsa ham, aka rahmat, zo'r deb ketishimiz kerak. Bizning mamlakatda hamma havas qilsin-da. Lekin Vahob bobo, men sizni xudo xolasa sizni chiqarayotgan o'sha yangilaringizni, o'sha sizni sotmagan dasturingizni xudo xolasa O'zbekistonga qo'yishga harakat qilaman. Men bunga meni do'stlarim o'sha vazirlikda ishlaydi hammasi. Xudo xolasa harakat qilib, bular bilan gaplashib, sizni qo'yishga harakat qilamiz. Vahob bobo, men bilan bog'laning. Blogerlar o'sha meni kuzatib turgan Kunuz, Srojniy media, mana o'sha meni o'sha yerda kuzatishyapti boshqa davlatlardan. Rasul Ko'shebek, meni ko'ryapman, Shuhratshon, sizlarga rahmat. Otabek Jo'rayev, iloyim sizlar ham bola chaqalaringiz sog' bo'lsin. Bola chaqalaringning orzu havosini ko'ringlar. Ota-onasi, onasi bolalarga ota-onasining umrini bersin hammasiga. Iloyim bizni shunadir degan, nimadir degan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu bilan bizni ko'rsatuvimiz, shu YouTube kanalimizda ko'rsatuvimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.